Assalom. Kitap o'qishman beriga xush keldingiz. Hozir Xalida Isroilning Kashmish nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Ko'rib turayotganinglardek, bugungi anglitishimiz sirtda bo'ladi. Ma'qul emsa, romanni boshlab o'tdik. Mevlik bog'larni texniklik talab bo'yicha boshqarishga, meva sortlarini uzluksiz yaxshilashga to'g'ri keladi. Mevalar ha degandala pulga yarab ketmaydi. Bo'libmi bu yerning shopdol üzümlari boshqa joyninkiga yetmaydi. Yangi shuji shopdol üzümlarni oldirib etib, o'zining yurtidan chilan ko'chda akaldirib, chilanliq bog'larni barpo qildi. Angacha anar, yanaq, anjirlar meva berishga boshladi. Jannatdek bog'lar, yashiklarga qochilinib, yo'tkashga tayyor qilib qo'yilgan yal yemishlar kishini ruhlantirib, shirin xiyollarga cho'mdiradi. Necha yildan buyon qo'li pul ko'rmay, mag'durdan ketishga boshlagan dehqonlarning ko'nglida yana umid paydo bo'ldi. Biroq yil oxiridagi natija kishilar o'ylagandek bo'lmadi. Bog'vanchilikni yo'lga qo'ygan joylar ko'p ham to'g'raqlikning sharoiti ularnikidan nachar bo'lganlikdan anardan boshqa mevasi bozor raqobatida shallanib qoldi. To'g'raqlik yana bir qitim ochiq yo'lga duch keldi. To'g'raqliklar yana gangirab qoldi. Abdug'ani Axun, Namat Axun, Tashaxun qatorliq bir necha bovay maslahatlashib, bozor boshlig'i bilan shujini izlab bordi. Ular bozorliq hukumatning yumshoq sofalar bilan bezalgan cho'ng ishxonasida o'tirib, o'zlarining o'ylaganlarini o'tirg'a qo'ydi. Biz hammamiz mush qumliqning o'ttirsida yashab kelgan dehqon haq. Biz boshqa narsani bilmasakmi, qumning mijozini obdan bilamiz. Qum bilan o'ynash qili, uning tishiga takkili bo'lmaydi. Uningga tan kelgili bo'lmaydi. Uni to'sib turadigan ashu to'g'raq bilan yo'lg'on. To'g'raq bilan yo'lg'onni nobud qilib atganimiz bo'lmadi. Mevalik ko'chat to'g'raqning o'rnini bosolmaydi. Har qaysilari bizdan obdan bilishlar. Bizning bu yerda yermo suvmi oz. Bu yerda cho'ng paxtachilik, bog'vanchilik bozorini barpo qilg'ili bo'lmaydi. Chekdan oshirib ish qilsak, foydasidan ziyni ko'p bo'ladi. Ota-bobolarimiz mush yerning ahvoliga qarab, ochliq, chorva, o'rmonni tang tutib ketdikan. Bizningcha buningdan keyinmi mush yo'lni tutsak, ziyon tortmaymiz. Biz ilgari mush yo'ldan chetlagan chaqlarda nurg'un ziyon tortgan echinishliq saboqlarimizmi oz emas. Jumaxon degan qo'ychi odam: "Rahbarlarim, anglab qilishsizlar. Men bu tur qo'y baqqan yerlar qum ostida qoldi. Bu yil qo'y baqqan yerlarimni kelar yili topolmasligim turganli gap. Qum yerni mushundaq yalmab yutiversa, yana necha yilda biz jon saqlig'idak yer qolarmi?" dedi. Rahbarlar ularning so'zini astoydil angladi. Ularni qo'g'in tavus, xushbiroqlik gulcheyi bilan mehmon qilib, oxirida "Fikringlarni cho'qim o'ylashimiz, xotirjam bo'linglar" deb chiroyli yo'lga soldi. Ular ko'nglida bovaylarning deganlari o'rinliq ekanligini bilatdi, ammo reallikning ulardan talab qiladigani boshqa narsa edi. Hozir degan islohot yo'l ichish davri. Ular o'z qobiliyatini isloh qilish, yangilik yaratish bilan namoyon qilmasa, bir izda to'xtab qolsa, qandoq bo'ladi? Rozaxun uydagi radio, televizor degandek narsalar bilan hapilishga omroq edi. Buzilib qolsa, u yer bu yerni qo'llabla birdamda yasab qo'yadi. Keyin qo'shnilarning motosikletlarini, uruq silish, don ayirish mashinasi, hatto so'paklarini yasaydigan bo'lib qoldi. Uning qandoq kasbda, qandoq o'qiganligini toza bilib ketmaydigan dehqonlar uningga jinlari hunar o'rgatgan gap bo'lmasa, o'zicha remontchi bo'lib qolamdi deb yurishadi. Turdiqari
o'yli ishkiga yondab 2 egizliq uy selib Roza Axunga remontxona ichib berdi. Roza Axun dehqonlar akilib bergan saymonlarni remont qilib bo'lib, ish kelmagan chog'larda yana imir-chimir bir narsalarni sizish bilan bo'lib ketadi. Uydagilar uning tushuniksiz siziqlariga qarab kesili tutibdi deyishadi. Lekin uning mushu ish bilan mashg'ul bo'lgan chog'larda kunlab jim o'ltirdiganligi, qo'mishliqqa berib olmaydiganligidan mamnun bo'lib qoladi. Roza Axun topgan pullarini bir pun uyan-buyan qilmay yig'ib, yozda shahardan cho'ng 2 sanduq saymon elib keldi. Onun ichida yezigilik mashinalari zavodi arzon bahoda setib bergan kona stanok bilan kompyuter bor edi. O kompyuterni olgandan keyin do'konni bozor bo'yiga ko'chirdi. Endi kech kunduz kompyuterning oldidan qopmaydigan bo'ldi. Ilgari qog'ozga chizadigan chiziqlarni endi kompyuterda chizadigan bo'ldi. U ba'zida kunlab og'ziga giyohchalik narsa solmaydi. Yuzini yuyishni unutib qoladi. Bir chaqlarda qiz saboqdoshlarining ichini ko'ydirgan chashlar hozir o'sib, kirlishib, mo'risida paqbiyib turadi. Mayka ishtallarida yo'g'on qora dog'lar ko'zga tashlanadi. U chechi bilan kirlishib ketgan mayka ishtinini jon tikib qo'qdaydi. U odatda odamlar bilan nihoyatda oz paranglashadi. Yo'l manganda yerga qarab, qusurlab so'zlab mangadi. Dehqonlar akilib bergan narsalarni nihoyatda ittik yasab beradi, ammo ish haqini nesi qoldirishga qat'iy unamaydi. Uni izlaydiganlar ko'p edi. Ba'zida uning do'konining oldida cho'ng-kichik avtomobillar navbat kutib turadi. U neftlikdagi remontchi ustalar bilanmi tanishib olgan bo'lib, bozordagi ham neftlikdagi xanzolar uni sarang doktor deydi. U Qashqargami pat-pat berib turadi. Bir yil yozda u do'konini taqib, qo'mishliqdagi tuzrak bir parcha yerda nihoyatda kelangsiz, g'arita bir narsani qurashtirishga boshladi. U gohida mayga melinib, qandaqdir ventlarni chingitib yursa, gohida beshiga qalpoq kiyib, kapsharlash bilan mashg'ul bo'ladi. Uşaq balalar bilan bekorchi odamlar qo'mishliqqa yig'ilib, uning qilayotgan ishini tomosha qiladi. Ularning ichida Roza Axunni masxara qiladiganlarmi? "Hey, uni sal chog'lig'ili bo'lmaydi-jumi?" deydiganlarmi bor edi. Hammasila o'zlaricha uni deb ko'ngillarini ochadi. Qo'mish pöpüklari sarg'ayishga boshlagan kunlarda tomosha ko'rayotganlar yerdagi g'alati narsaning yo'g'on yingnag'ishga o'xshab qolganligini bayqashdi. "Voy, u rostdan aeroplan yasab etibdi. O'xshabqo turdi, lekin uchalisi hisob. Ras, uchalisi hisob. Hey, haq, ahmaq bo'lmanglar. Aeroplan degan ko'rganlar odam yasab o'ynaydigan laglak emas u. Ashu sarang aeroplan yasab ketarmi? Hey, aqlliqlar, og'zinglarga biqib so'zlanglar. Her qandaq mashinaning tilini biladigan, her yo'g'on avtomobillarni remont qilayotgan odam mu? Aradan yana bir necha kun o'tdi. Endi aeroplanning odam o'ltirdigan 2 kishilik o'rindiqi uning oldidagi kir yuvish mashinasiga o'xshab ketadigan sandiqqa o'rnatilgan agir tutqush, aeroplanning ustidagi egiz pildirlug'ish, kinodagi aeroplanlarning putiga o'xshab ketadigan bir jup put dehqonlarning ko'zini olachakman qilaverdi. Bir kuni odamlar toza yig'ilgan bir vaqtda Roza Axun o'rindiqqa chiqib o'ltirdi. Tomosha ko'rib turganlar, "Voy, mana fuchidigan bo'ldi" deyishib, daval qo'yib ketishdi. Roza Axun oldidagi sanduqdagi narsaning bir yerlarini besib, agri tutqushni kuch bilan besishiga qattiq g'arildigan ovoz chiqib, pildirlug'ich aylanishga boshladi. Kishilarning cho'qqan so'ranlari ostida aeroplan yerdan odam bo'yi ko'tarildi-da, tuyuqsiz jiq qilib tushib ketdi.
Yerden qoyuq topçan kötürüldü. Pildirlig'işning aylanishi bargan sari astılap to'xtab qoldi. Rozaxon darhol tushib, aeroplanning u yer bu yerini tekshirib, ventlarni chingitib, uni yana bir qitim uchirmoqchi bo'ldi. Ammo aeroplan mit qilib qo'ymadi. Keyin mahalladagilar Rozaxon oldinib yaramsiz motor elib qolgan ekan, chatoq motordan chiqibdi deyishib yurdi. Ularning degani rost edi. Rozaxon tappan targinining hammasini mushu motorga hashlagan edi. Soğuq tushkil turganda Rozaxon aeroplanni bir necha bo'lakka bo'lib, ambarga akirib, ustini so'liyov latipitlar bilan cho'mkab qo'ydi. Ottuzinchi bob. Shira oldida mükchib o'ltirgan Dilmurod ikki mo'risi uyushib, qalam tutgan qo'li talganda qalamni qo'yib, o'rnidan turib ketdi. Tamdiki soat tong sahar soat 4ni ko'rsatib turadi. Atrof jimjitlikqa cho'kkan. Anda sonda uduldagi uydan bolalarning tushakab qilgan gaplari anglanib turadi. U bugun nimancha uzoq o'ltirib ketdikin ha? Jiraqdan vokzalga kirib kelgan poyezdning güdük ovozi anglanganda, uning ko'z oldiga so'sin ranglik chiroqlar yenib turgan odamsiz so'quq vokzal uyqusirgan holda poyezddan tushib, saharning tanni shirkandirdigan havosida un-tunsiz tarafga tarab ketayotgan odamlar keldi. Har qitim güdük ovozini anglaganda, uning ko'z oldiga ashu ko'rinish keladi. O ixtiyorsiz odamning hayotimi ana shundoq bir necha kunlik safargu. Vokzalda uni kutib turgani sirliq, noma'lum bir manzil emasmi? deb o'ylab ketdi. O derazani ichib etib, kashkuzning so'g'uq shamaliga yuzlanib kerildi. Put-qo'llarini uyan-buyan harakatlantirdi. Arqadan avaylab minib, oshxonaga chiqib, bir piyola sut qaynatib ichdi. O kichik uydagi yolg'iz kishilik karvatga o'zini tashlabla uyquga ketganda sahar soat 5 bo'lgan edi. Yana bir soatdan keyin ayoli bilan bolalari o'rnidan turadi. Dilmurod tushga yaqin uyg'onib, oddiyla nasht qilib olgandan keyin tamoq etishga tutindi. Bu uning ayolidan kechirim so'ragani edi. O yaqindan buyon kashkicha ishlab qilayotganligidan ayolining uyqusiga ta'sir yetkazmaslik uchun kichik uydala yetib qo'padigan bo'lib qolgan edi. Ayoli gap so'zlardan o'zining noroziligini necha qitim purtib bo'ldi. Biroq u ishga kirishibla ketsa o'zini tortolmay qoladi. Dolqundek üzülmay, bari-biriga mingishib keladigan o'y fikrlar uni reallikdan ayirib, sirliq qanotlari bilan jiroq manzilga elib ketadi. O yozuvchi emas, shoirmi emas. Ammo uningda adabiyotga o'tdek ishtiyoq bo'libla qolmay, bir xil tabiiy to'yg'unlik, o'zgacha cho'nqur bir sezgi bor. O ashu ishtiyoqning turkisida nihoyatda nurg'un kitob o'qidi. Hozirmi to'xtamay o'qiyotdi. Ammo nima uchundir kitoblar to'g'risidagi ta'sirot, bahosi boshqalarninkiga o'xshamaydi. Hatto o'zini katta adib hisoblaydigan xeyli nurg'un kishilarga o'xshamaydi. Buning sababi uning adabiyotdan kutadiganlarning boshqalarga o'xshamaydiganligida bo'lsa kerak. O adabiyotni hech qachon ish pushig'i, vaqalik tizmisi yoki dabdabalik so'zlar ko'rgazmasi deb bilgan emas. O oliy maktabda o'qiyotgan chog'larda xotirasiga adabiyot degan nima? O qag'jiragan, bo'g'ilgan ruhning yalang'och holdagi azobi, tirkishi, hayotliq, o'lim va muhabbat haqidagi mangulik his tuyg'u. U qon tomchilab turgan yurak, kristaldek suzuk qalb. U
ba'zida dunyoga qayta tirilishning azobi va tantanisi. Biroq bu his to'yg'ular xuddi cho'nqur dengizdagi marvoyitqa, qoram toshlar orasiga yoshiringan yoqutga o'xshaydi. Uni bayqash uchun o'tkir ko'z, uningga erishish uchun fidokorlik va harmay talmay izdinish zarur deb yozgan edi. O asarlardan ana shu ruhni izlaydi. Muqovasiga hal yaltilgan qilin kitoblardan izlagan narsasini topolmagan chaqlarda umidsizlanadi. Qalbini dilg'ulluq va shubha tumonlari qoplab, ushqur tafakkuri o'rkigan qushdek jimib, chepib ketayotgan qalbi to'xtab qoladi. Ilmni xo'rlash badaliga kelgan arzimas manfaat va shuhrat, saxt hissiyat, quruq madiya, hamma yerni qoplab ketgan saxtalik va ikki yuzimiliklar uni adabiyotdan, boshqalardan, hatto o'zidan bizar qiladi. O nima uchun boshqalardek atrofidagilarni, yuqoridagilarni xo'shal qiladigan, manfaat, o'rin martabaga yaqin bo'lgan dag'dam yo'lni tanlamadi? Nima uchun oylab, yillab, yig'ni bilan quduq ko'lgandek ajr bilan yezib chiqqan ilmiy asarlari, yirik maqollari, kasb ahlilari, mutaxassislarning yuqori baholashiga qaramay, qandaqdir bahona sabablar bilan besib qo'yiladi. So'g'uq muomalaga uchraydi. Aksicha, rohat-parohatlik turmush, to'y, choy, o'yin kulki ichida o'zini ufratmay, terlamay yashaydigan, yozadiganlarning bir qilibdiki, farqiroq asarlari to'rdan tushmaydi. Mukofot, nom atoq, unvon hamon shularning bo'laverdi. Nima uchun ilm asli mohiyatidan jiroqlab, jon beqish yo'liga, so'diga aylanib qoladi? O ba'zida shularni so'rmoqchi bo'ladi-yu, do'riy olmaydi. Ulardek o ba'zida shularni do'rmoqchi bo'ladi-yu, do'riy olmaydi. Ulardek yashash uchun u qaytadan boshqa bir odam bo'lib tug'ilish kerak edi. Ba'zida ayoli bilan ichilib, yeyilib paranglashib qolgan chaqlarda ko'nglidagi ana shundoq gangarash, dil azarlarni so'zlaydi. Bir qitim ayoli: "Siz nimishqa shuncha astoydil bo'lib ketdingiz? Amaliyotda ularla saxtpaz emas, dunyoda hamma odam foyda manfaatga, nom shuhratga intiladi. Ular uni oshkor qo'g'lishidi, ham uning erishidi. Siz-chu, sizda foyda manfaat, nom shuhrat tamosi yo'qmi? Nimishqa oshkor qo'g'lashmaysiz? Boshqalar qo'g'lashsa ranjib yursiz. Bu yasolmalik emasmi?" dedi. Hamma ish nom manfaat uchun bo'lsa, ilmchu, uning g'amini kim yeydi? Shon shuhrat bor yerda ilmmi bo'ldi-da? Yo'q. Ikki gap. Darvaqa, ilm shon shuhratmi elib keladi. Lekin ilm bilan shon shuhrat, manfaat deganlar bir yerda bo'lishi notayin. Texi ba'zida bir-biridan ayrilib qoladi. Hatto qarama-qarshi o'rnig'ini o'tib qoladi. Nom manfaatga ilm ahli emas, to'liroq saxtpazlar erishadi. Bo'libmi bizning samimiyat yetarsiz muhitimizda shundoq. Undaqda siz o'zingiz yolg'iz ilmning himoyachisi bo'lmoqchimi? Shundoq qila olsam faxrlangan bo'lardim. Men sizga deb qo'yay. Uyg'ur ziyolilarida kam narsa dal shundoq ruh. O't ko'ydirilishdan qo'rqmay, ilmiy haqiqatda ching tura oladigan yurak. Dilmurod bu gaplarni ayoliga emas, o'ziga qiladi.
ayoli uning tanqidchilikka buncha bala cho'nqirlab o'zini urib ketishini yoqtirmaydi. Bu ishlarning nima hojati? Bugungi kunda foydasi yo'q. Xopliqqa to'la bundaq ishlar kimga xo'sh yoqidi? Uning ustiga kim biladi? Uyg'ur adabiyoti deganlarning qancha kunligi qoldi. Bo'ldilar. Kesib almashtirib eling. 1-2 yilga qolmay bo'lim boshlig'i bo'la olishingizda gap yo'q. Bundaq gaplarni anglaganda Dilmurod shu hamon o'ng'atdi. Ayoli uning alpozidan qo'rqib o'zini oqlashga boshlaydi. Uning ayolida nima gunoh? U mushu davrning ideologiya formasi bo'yicha o'sib yetilgan. Urumchidagi bir shaharning odami. Uning ota-onasi yurtidagi namrat turmush va to'van o'rindan qutulib Urumchiga kelgandan keyin Urumchining turmush iqimiga tezdan moslashgan. Bolalarini mo shu iqimga moslashtirib tarbiyalab, o'zlarini davrning oldida mangan alohida kishilardek his qiladigan. O'zlarining va ota-onalarining vujudidagi an'anaviy madaniyatga xos narsalardan jerginadigan, hatto past ko'radigan bo'lib qolgan. Bundaq odamlar Urumchida ma'lum ko'lamni shakllantirgan. O'z ona tilida so'zlashmaslik ularning asosli belgisi. Ular o'z tilini bilmaydiganligidan faxrlanadi. Avtobusda, yo'llarda sahroch kiyingan, urumchiliklarga o'xshamaydigan odamlarni uchratsa, masxara qiladi, kamsitadi. Bu orqali o'zlarining madaniyat saposi va ma'naviyatdagi bechorlikni oshkorlamayotganini his qilmaydi. Ular jon tikib moda qo'g'lashadi. Yana kelib nihoyatda manfaatparast. O'tmish yoki jiroq kelgusi bilan hisoblashib o'ltirmay, ko'z oldidagi manfaatni ching tutadi. Ayolining shu xil mijozi tufayli ayol ikkilisi bolalarining qanday tilda o'qish masalasida orqa-orqadan qattiq janjallashdi. Hatto ajrashib ketish darajasiga berishdi. Dastlabda o'g'lining ishida Dilmurod yengib chiqib, o'g'li uyga yiroq shaharning yana bir chetidagi Uyg'urcha boshlang'ich maktabga o'qishga kirdi. U boshlang'ich maktabni bitkizguncha Dilmurod bir kun qolmay o'g'lini attigini maktabga o'zi olib, kashda o'zi qaytarib keldi. Qizining ishida ayoli qalchi yo'l qo'ymadi. Qiz bola ojiz, xanzuch o'qimasa jamiyatda putirib tura olmaydi. Jinini boqolmaydi. Erik bo'zak bo'ladi. deb 6 oy qaynadi. Dilmurod bilan ajrashib ketib, qizini o'zi o'qitmoqchi bo'ldi. Oxir ularning ishiga cho'nglar aralashdi. Ikkisiga gap o'tkazilmay, xapiliqda doktorxonada yetib qolishdi. Cho'nglarni ayash yuzidanla ular ajrashmaydigan bo'ldi. Dilnur nihoyatda talabchan ona. Qizining til iqtidorini yetildirish uchun uyda xanzuchali so'zlaydi. Topshiriqlarni ishlatdi. Qizi Guliston 1 yilga bormay Beijing talaffuzida chaqmoqdek so'zlaydigan bo'lib ketdi. Ammo ona tilini unutdi. Dadisi qiziga o'z tilida so'zlasa, Dilnur xafa bo'ladi. Gulistonmo dadisining gapiga javob bera olmay, duduqlab qoladi-da, darhol xanzuchi javob beradi. Ana bola ikkisi cho'ldirlab so'zlashib, nihoyat inoq o'tadi. O'g'li bilan ikkisidan hissiyot jihatda jiroqlab ketayotgandek bo'lib qolgan edi. Bir qitim Guliston akasining xanzucha bir xatni to'nimaydiganligiga ajablanib, Dada, akam döt ekan. Mushu xatnimi to'nimaydi ekan. Men mushundoq akam bo'lib qolganligidan nomus qilaman, dedi. Dilmurod ayoliga anglatib, qizim, nomus qilishga to'g'ri kelsa, o'zingizning Uyg'ur qizi turib, Uyg'urchani bilmaydiganligingizdan nomus qiling, dedi. Ayoli buni anglab, qilayotgan ishini tashlab Dilmurodga qarab g'azab bilan chekchaydi.
Öydə muşu tüpəyli hər günə digidək talaş tartış, qaydaş bo'lib turadi. Dilmurad barğancha ish pushqi va ochiqini araqdan oladigan bo'lib qolgan edi. Buning yaxshi ish emasligini bilib, o'zini araqdan tartmoqchimi bo'ladi. Ba'zida necha oylab ishmaymi boqadi. Biroq bir kunlarda yana mast bo'lib qoladi. Bir ishsa necha kunlab o'zini tutolmay qoladi. Mastlikdan yeshilganda o'z-o'zidan saskinib, araq deganni ikkinchi og'zimga olmayman deydi. Birinchi bob. Nazorat qurusidagi eng oxirgi bir korpus koni uyni chiqib salgan bino kutish oldi turadi. Rustamning ishxonasida uy talab qilib keladiganlarning oyig'i uzilmas bo'lib ketdi. Bugun mo tushkicha 5-6 kadr, xirqirab so'zlaydigan bir qiyri xotin, 3 bolasini agashtirib olgan bir ayol iltimos ko'tirib keldi. Kadrlarning ko'p qismi cho'ng bo'lib qolgan bolalari bilan 1-2 egizliq uyda o'ltirib kelayotganlar ekan. Qiyri ayol o'lib ketgan bir koni kadrning ayoli bo'lib, uyi birinchi qavatda ham kun tushmaganlikdan bo'g'im yollig'i bilan ziq kesili eg'irlashib ketgan ekan. Qo'lida doktorning isbotlari bor ekan. Kichik bo'lsa-mu, optob tushadigan issiqroq uyda o'ltirishni orzu qiladi ekan. Nazorat ashxonasining oshpazi planliq tug'ut siyosatiga xiloflik qilganlik uchun o'tgan qitimqi tangshashda uy taqsim qilinmayli qolmasdan maoshi bir daraja tushirib etilgan. Jarimani to'lagan ekan. Bugun uning vat-vat xotini yig'lab turib, birer soat dard to'kdi. Anasining yig'layotganini ko'rib, bolalarimi tang yig'lashib ketdi. Rustam kelganlarning hammasiga tashkil ahvolingizni biladi. Menmi to'liq xabar topdim. Uy masalasini muzokara qilganda ahvolinglarni alayda o'tirg'a qo'yaman. Xotirjam bo'linglar, deb javob berdi. Oldingi kuni nazorat qarmiqidagi boshqa idoraga yo'tkilib ketgan ayol kadrning eri alfozini buzib, jidal chiqarmoqchi bo'lgandimi, u pozitsiyasini o'zgartmay turdi. Ahvol aytib kelganlarning ba'zilari ilgirki mudir ahvol aytib kelsak, gapimizni anglamay varqirab ketadi. Siz dardimizni to'liq anglaydi ekansiz. Mushu gaplaringizni anglabla uy olmasaqmi, ko'nglimiz xush bo'lib qoladi ekan, deyishadi. Ular Rustamning kichik vaqtida o'zlaridan necha ig'ir kunlarni ko'rganligini bilmaydi. Aksicha Rustam namorat bichora odamlarning ruhiy holatini, ularning yaxshi muomalaga va tasalliga naqadar muhtoj ekanligini obdan tushunadi. Shundaqla o'zining qo'lidan uncha vala cho'ng ish kelmaydiganligini. Bu qitimqi uy taqsimotidimi, o'tgan qitimlardagidek yo'li bor, epi borlar foyda oladiganligini. Ko'p qism uylarga yanala cho'ng, yangi uylarda o'ltirayotganlar ko'chib chiqadiganligini. Ahvol aytib kelganlardan tali borlarla boshqalardan oshgan uylarga erishalaydiganligini obdan biladi. Shunga imkon qadar ularni chiroyli gap bilan xotirjam qiladi. U doim ichida ko'nalarning bug'doy nening bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmidi degan so'zni o'ylab, ixtiyorsiz ta'sirlanib ketadi. Bu so'zning ma'nosini o'zidek cho'nqur tushundigan yana bir odam yo'qdek his qiladi. Uning ustiga hozir kadr o'stirishda ommaning ra'yini sinaydigan ish chiqdi. Bu degan seni qo'llaydiganlar ko'p bo'lsa, tezroq o'salaysan degan gap. Demak, odamlarni bug'doy so'z bilan to'yg'izib turishing, o'zingning har vaqt ularning g'amini yeydiganligingni bildirib turishing kerak. Rustam yig'inlarda, odam ko'p yerlarda yoki boshqalar bilan paranglashganda ko'pchilik ziyon tortib qolmasin, ommaning manfaati ziyonga uchirmasin degan gaplarni to'liq qiladi. Uningga xushamad qilib, atrofida cho'rgilab yuradiganlar kishilarning
Rustam müdür yaxshi odamjimi, har qanday chaqda ko'pchilikning g'amini yeydi deyishadiganligini o'ziga yetkazganda ichida mamnun bo'lib kulatdi. Rustam oldidagi iltimos hujjatlarni ishkapga silib turishiga eshik tubida birining qarshi ko'ringandek bo'ldi. Kimdir biri kirishga jur'at qila olmay eshik tubida turgandek qiladi. Bir pasdan keyin eshik asta chekildi. "Kiring", dedi Rustam. Eshikdan qiyniq rangli kostyum yo'q kiygan büdürchash 35 yoshlardagi bir cho'kan ayminibgina kirib keldi. U Rustam ko'rsatgan safaga yenicha o'ltirib, yenidan biri iltimosni chiqardi. Bu 2 yilning oldida oshqozon raki bo'lib o'lib ketgan bir kadrning ayoli edi. Bu ayol qaysi bir oliy maktabda o'qituvchilik qiladi. 8-9 yoshlar kirib qolgan bir jup qo'shkezak o'g'li bor edi. Rustam har qitim uni idora oldida yoki qo'roda uchratgan chog'larda ixtiyorsiz sit e'tiborlab gul qilib qisib olg'idek ayol ekan. Betalay chiqib qopti bechora deb qoladi. Rustamning ayoli xonqiz uning bilan ancha-muncha chiqish-kirish qilib turadi. Xonqiz o'zi pat-pat Hurriyatning uyiga chiqaman deb chiqib ketsa-mu, Hurriyatni Rustam uyda bor chog'larda uyiga yo'latmaydi. Xonqiz ba'zi oqshomlari eriga Hurriyatga xeyli ko'p loyiq chiqqan bo'lsa-mu, uning birini yeshchonkan, birini sahrochira ekan deb, yana birini bolalari jiqkan deb yaratmaganligini, bolalariga naqadar kuyinib, pokiz boqadiganligini, uy tutishqa ipi borligini zavirigacha so'zlab beradi. Xotinining ushaq gaplardan bezor bo'ladigan Rustam ashu Hurriyatga munosabatlik har qanday gapni berilib anglaydi. Texi ancha-muncha xotinining og'zini tatilabmi qo'yadi. Xotini Hurriyatni maqtab kelib, turibla bir narsadan gumon qilgandek jim bo'lib ketadi-da, orqadan xaqdan ilishni biladi, berishni bilmaydi. Pishiqlikning dastida qachon qarsa osh etmay, etgan choy ichib o'ltirdi. Tamoq etsa go'shtni bek oz to'g'raydi deb g'aybitini qiladi. Lekin Rustamning esiga bunday gaplar emas, uni maqtagan gaplar o'rnishib qoladi. U Hurriyat bilan tonishib paranglashadigan biror fursatning chiqishini kutib yuradi. Rustam iltimosga ittik ko'z yugurtib, qo'shimizni turib, sal o'ylandi-da, "Shavon bilan uy tegishmoqchi bo'psiz. Bumi bir alaydi ish ekan" deb qo'ydi. Beshini ko'tarib, o'ziga talmirib qarab o'ltirgan Hurriyatning qap-qora ko'zlarini ko'rganda, yuragi jig'ada qilib qoldi. O'zini tutib elib, Hurriyatning ko'zlariga tikilib turib, "Qarshi tarafmi bir aloq elib kelsin. Meningcha hal bo'lib qolar. Lekin pat-pat söylab turumsingiz bo'lmaydi. Men-g'o ahvolingizni bilgandekin qo'limdan kelishcha yordam qilaman. Shundaqdimi, iltimos bek ko'p, ishlar bek oldirash" dedi. Hurriyat qizirib, "Asli sizni avar qilmasam bo'ladi. Maktabdan menga bergan uyim cho'ng. Yaxshi uy edi, lekin bolalarim mushu yerda cho'ng bo'lg'achqa bu yerdan ayrilg'isi yo'q. Menmi bu qoradagi obdan qo'shnilarimga qiyolmayman. Uning ustiga bu yer ota-onamning uyiga yaqin. Ularmi yashinib qolganda kunda yo'qlab turmasam texi. Ularning mendan boshqa tayindigan odami yo'q" dedi. "Rost, sizga mo'tas. Xonqiz doim gapingizni qiladi. Ko'nglimdagi gapni qilsam, sizga bak hissashlik qilaman. Sizni tushunaman. Qo'limdan keladiganligi ish bo'lsa, ko'proq yordam qilsam deyman." Rustam shu so'zlarni qilayotganda Hurriyat ko'zlariga yosh oldi. "Siz ikki o'g'lingiz ota-onangizni beqivatsiz. Xizmatning hududisidan chiqavatsiz. Yolg'iz ayol kishiga osonmi? Yana men yordam qilgudek boshqa ishlar bo'lsa, kirib turing. Ishxonaga kirib, o'zimga davering." Hurriyat minnatdor bo'lganidan qizarib, uzun kirpikli ko'zlarini xumarlashtirib kulib, uning rahmat etdi.
Rustam uni eshik tövidan chaqirib elib, "Ha rost, siz bilan uy tegishmoqchi bo'lgan Shabonga deb qo'ying, tushdan keyin qishimga kirsin", dedi. U Hurriyatning egiz boshliq to'plining tak qilgan tevishi quloq tövidan yetkicha sehrlangandek jimjit o'ltirib ketdi. Bara-bara ko'zlarida, jamg'aylarida ma'nilik bir kulimsirash aks etdi. Hurriyatmo chiqib ketib etib, salopatlik qamlashgan bu boshliqning ko'zlarini o'tdek chaqnatib, tikilib qarashlarini, kaskin, ammo ko'ngilga yoqadigan gap so'zlarini xiyolidan o'tkazib, "Xon qiz nima degan baxtli-a?" deb o'yladi. Ma'qul, bugun amsa mush yergacha o'qib beray. Quyoshmo xeli oltir. Vah, chiroyli-a?